Hürmetlik kitap anlaştıpdaki dostlar. Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 4. mavzunu okuyumuz. Uluğunlu kitapta bolsun. Bir hafta öttü. Şahzade bir haftagicha saraydan chiqmadi va hech kimni qabul qilmadi. Faqat Amir Sultan Jandar bilan Baliqdan kelgan eng yaqin mahramlari va lashkar beshidan bir necha kishini chaqirib, ular bilan maslahatlashdi. Başka birer kişini yol atmadı. İkinci günü yarım gecede Emir Candar yana qara xorjun götürüp kirip geldi. Xorjunda Said Abbas'ның ak rehtki oralgan beşi var idi. Mirza Abdüllatif körsat deb işaret kıldı. Lekin Emir Candar kapıqını salgınıca kanğı buyalgan yup yumalak tağır başını çigiş sakıladın tutup xorjunun çıkağında o tırnaklarıcı muzlap "Yo'qot!" deb varqirib etdi. Emir Jandarning qobillığı ve shafqatsizligi shahzodani hem hayron qildi, hem cho'chitib qo'ydi. Lekin Emirning sodiqligini nazarda tutib, avvalgi planidan, ya'ni unimi maxfiy yo'sinda yo'qitib etish niyatidan yondi. Emirni eng yaqin mahramlari qatorida saroyda qoldirib, Abdulazizni onun qo'li bilan qatl qilishni ko'ngliga pukib qo'ydi. Shahzoda Mirza Ulug'bekning o'limi haqida gap tarqitishi mumkin bo'lgan Said Abbasdan qutulsam, ko'nglim aram topur degan umidda edi. Lekin Amir Jandar xorjunini ko'tarib chiqib ketishi bilan ashu shum vasvasa ko'ngliga yupurilib kelib, irodasini bo'shashtiradigan bir vahima onun qalbini yana qapsib oldi. O o'ziga har qancha tasalli bersa-mu, chigish saqili qonga bo'yalgan, yup yumaloq taqirbash uning ko'z oldidan neri ketmaydi. Uning ko'zi birdam uyquga borsa, xuddi birisi yeniga kelib no'qigandek cho'chib, uyg'onib ketadi. Go'yo buning puchqoqlarda qora soylar yushirinib turgandek. Azroq shapi bo'lsa, yuragi og'ziga qaplashib qoladi. Mirza Abdulatif bir ikki kundala qovuzlari uyub tashlangandek ichiga o'ltirishib, ko'zlari yugan bo'lib, o'riqlab, qo'noq shexidek bo'lib qoldi. Lekin dardini birovga aytishdan, kechalari yeniga odam chaqirishdan cho'chitdi. Özünün bundak egir dert elimde kalganlıkını başkalarının bilip gelişidir. Saray ve paytaxtda yaman gap tarqilishidin ensireydi. Ba'zida shahzoda dilini pari qilibatgan bu vasvasidan qutulish umidida kechalari üstülep şarap içedi. Biroq şarapmı kar qilmaydi. Aksicha, sel aram topgandan keyin onun kallasini burunqidimi mudhish xiyollar xuddi kuz bulutidek qapsib oladi. Bugun kechqurun yana ashu mudhish qo'rqinchli vasvasiga tushib qilayotganligini sezgan shahzoda haramdan kenizek chaqirtish qaroriga keldi. O atasının haramida güzel kenizekler kemlikini bilsimi. Lekin Şahzade Abdülaziz'nin güzellikte tengdaşsız bir sahip cemalını qo'lga tushirganligini anglagan edi. Şahzade aşı sahip cemalını chaqirtmoqchi bo'lib turganda ish kechilib Baliqliq saroydan kirib ta'zim qildi. Shayx Nizomiddin Xomush hazratlari qadam tashrif qildi. Shahzodaning yuragi nimishqidir jig' qilib saroyvanga ko'zining quyrug'i bilan qaradi. O shayxning xayrixohligini bilsimi, bir haftadan beri to'g'ri yo'lini ko'rsatib berguchi deb cho'qilgan bu piri bilan ko'rishmagan edi. Shayx poytaxtdagi hamma voqealardan xabardor bo'lishi kerak. O hozir
nima deydiganda? Namoz shamdan keyin qadam tashrif qilishlikka muddaosi nimikin? Ayting, marhamat qilsin. Şahzada aldırıp dinip üstü beşini tüzleştirdi. Tamғы yölep kuyulgan altın kürsünü yakınıрақ sürüp, özü taxtga chiqib olturdi. Lekin ishikda ko'k maxmal ton ustidan oq shoyi yaktak kiyib, beshiga qora taqiya ustidan simobdak oppoq salat o'rg'an shayx hazratlarining egiz kelishgan qaddi ko'ringanda ixtiyorsiz holda o'rnidan turdi. O shayx kelib ko'rishar degan umidda birdan kutdi. Lekin shayx Nizomiddin xomush, kahribo tasvir tutgan holda oppoq qoshlari ostiga yoshirilgan zirak ko'zlarini sal qisib, eshikda jimjit tikilib turadi. Shahzoda uning oldiga borib, to'liq ehtirom bilan salom berdi va oltin taxtga taklif qildi. Lekin shayx yanada o'tkir ko'zlarini uningdan uzmay tikilib turadi. Uning oppoq, yiqimliq chiroyida, qo'shimisining turilishida allaqanday qahr-g'azab, yo'q, bir qat'iylik bor edi. Shahzoda xuddi to'nglayotgandek shurkunib ketdi. Nihoyat shayx kahribo tasbih tutgan qo'llarini ko'tarib, ko'zlarini yumg'unicha uzoq duo qildi. İlahim, baş himayicimiz şah alilerinin imanını kamil kılgaysan, balayın yükünü götürmekki kuvvet ve muhabbetin mihnetini kılmakta kudret belgeysen ilahe amin. Şeyh duadın kim yumuşak urundukta oltuğaç. Sana ne mi oldu? Salametkin yaxşı mı? Bəxtiyar şahzade deb sordu. Onun avazı pes lekin qo'pol edi. Elhamdülillah, yaxshi, pirim. Ya birer derdki yo'liqdingmi, musulmonlar tajidori? Shahzoda bir dilla yinikishib cho'ng tindi. Meni bosh og'rig'i qiynayotidi, pirim. Bosh og'rig'imi? Yoki ko'nglimga azozul vasvasa solindimi? Muhterem himayechim. Ya Xudovendi Kerim, ko'nglimdagini qandoq bilib olgandim. Agarda shayton vasvasa solsa, kecha kunduz hamda sana o'qib, arzu ixlosni ado qilib, hamma g'am g'ussani ko'nglingdan haydagaysan, shahzoda. Vallahi alam bis savab. Chunki ol Yavuz Şah'ның qilmishlari va oqibati Muhammad dindin yüz o'rib, dahriylik yo'lini tutgan barcha murtatlarga saboq bo'lg'ay. Shayx Nizomiddin xomush shahzodaga sinoq nazari bilan tikilib, birdam jim turdi-da to'satdi. Said Abbosni zindonga tashlabdi deb angladim. Sababi nimikin? deb so'radi. Kallasi ilinganligini anlamabdi-da, anglasa nima deydi? Sababi Pekir aciz bendining sha'niga dov tushirdigan har xil fitna ig'volarni tarqitibdi. Sening ustingdan fitna ig'vo tarqatgan Said Abbos emas. Bital shohning insofsiz shogirdlaridir o'g'lim. Shahzoda shaqqida qaradi. Shayx qo'lidagi bezaklik tasvirni birma-bir siyirib, bir nuqtaga tikilib o'ltiradi. Uning oppoq chiroyli yuzida, yerim yumuq ko'zlarida, qisqasi bütün vücudida ajoyib bir qat'iylik, kuch-qudrat va g'ayrat bor edi. Bu shogirdlar kimlardir, hazratim? Bu büyük shaharda, dedi shayx uning savoliga javob bermay. Nemiki fitna fasod, nemiki gunoh bo'lsa, nemiki toj taxt va saltanat osoyishtiga qarshi ig'vogarchilik bo'lsa, hammasi ilm ahlidan, hammasi dahriylik yo'lini tutgan olimlardan kelur. Shahzoda murtad shoh ujuqtirilib, qalti savobli ish bo'pti. Va lekin uning shogirdlari kuffar shoh bino qilgan madrasa,
ve mekruh kütüphanesi, çil böğreler ulusu boğan resetxana, yanılı mümin bendeler gözüge tikendek sancılıp, kişilerge vahimi selavatıdı. Şeyh yer astidan Şahzade'ge bir qarab qo'ydi. Şahzade qo'llarini tizib qo'yib, bir nuqtaga tikilib o'ltiradi. Onun yağdanğa qarayıp ketgan yüzünün qini qechib, lavlari qisilgan edi. Baxtiyar Şahzade Mirza Ulug'begning suyimlik shogirdi bo'lmish Ali Qushchi degan tarsoni taniydigansan? Şahzade tanıyman degan ma'noda boshlanishdi. Muhammed Teragayni yoldan azdırgan bol iblis Resetxanada o'ltirib, "Yelimi musulmonlarni yo'ldan azdırvatıdı, Şahzade. Pekir aciz bende bir gap işitdimki, bol murtad alim Resetxanadaki mecusiler ve dinsizler pütken barcha kitaplar birle kol yazmalarını elip çıkıp yuşurganmış. Qayerga yuşuruptu? Qayerga yuşurganligini sendek sultani sahip qaran bilmese, pekir nereden bilsin? Şeyh tunji qatim meyqili külüp Şahzade'ye qarıdı. O qasden sultani sahip qaran dedi. Ve bu sözü Şahzade yakınlığını sezip gipini davamlaştırdı. Yani bir gap Şahzade, hazineden bolan Emirül Müminin Tanrı Taala ulağı Firdevs-i A'lani makanı bolğay qılğay. Bolan Emir Tümür'ün altınları yo'qolganmış. Bu gap rastmı? Şahzade rast deb başlanıştı. Belli. Murtad Şah bul javohiratni yushurmak niyetide şagirdi Ali Qushchiga berganmiş. Ol diyonatsiz tersa bo'lsa, onun küfür kitaplarına koşup yushurganmiş. Bu işten iki kişi haberdar imiş. Biri Mirza Ulug'begning şagirdi Mevlana Muhiddin. Haq perverdigar. Ol zat öz günahıga tövbe qilib, haq yo'lga qaytdi. Yana biri Allah gadi Davul Begdur. Maqul kösen onu sarayga avatiman, yasavul qilvasan, chidamliq hem itoatchan qo'ling bo'ladi. Hop, pirim. Şeyh Nizamettin Xamış qo'llarini altın kursunun uylanchigiga tirab o'rnidan turdi. Onun chiroyidagi bayiqaqat iyilik ve norozilik atalachi bir muloyimlik bilan almashgan edi. Chunki Şeyh bu sohbatdan intayin memnun edi. Darhaqiqat Şeyh Hazretleri Mirza Ulug'bek bilan mana shu tariqada sizishalaytdimi? Onunla mushunda açık gaplarni qilishga petinalaytdimi? Petingan taqdirdimi? O takabbur Şahzadedek itoatchanlik bilan bosh egib jim o'ltiratdimi? Itoatchanlik u yoqda tursin, aksicha darhol munozaraga o'tib, ilmiy kalomdan vaziyatib aqlga yutadi. Şahzade bo'lsa, Şeyh Hazretleri bir yildan buyon onun bilan aloqalashib, onu o'ziga qartib olgan bo'lsa-mu, onu bunchalik muloyimdi deb o'ylamagan edi. Qancha bo'lsa, taxtga chiqib ehtirom bilan qo'l qo'yishtirib tursa-mu, taxtga o'ltirgandan keyin baribir tömür zodligini ko'rsatdi deb o'ylagan edi. Yo'q. Şahzade nima uchundir vesvesega tushib, yipdek bo'lib qoldi. Her halda shundoq bo'lgani tuzuk. Mirza Ulug'bekka o'xshash takabbur bo'lgan bormi? Baxtiyor Şahzade, dedi Şeyh Nizamettin Xamış, bayiqidimi muloyimlik bilan. Agar lozim ko'rsang, yana bir nasihatim bordir. Hop, deyman pirim. Pekir sizning nasihatingizga hamisha quloq soladi. Sen pekir emas. Es-salatin zillallahu fil arz. Yani ki Xudavand-i Kerimning yerdagi soyisidir sen, Şahzade.
Mana dini İslam yolida, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam yolida qat'iy turganlıqning sabablik inşallah Tengri Taala'nın inayetiga erişding. Yevmi saadetga yetib, cennetga o'xshash bul elga sultan bo'lding. Endilikda bul diyanatsiz ilim ahlini, dahriylikka yuz tutgan barcha itlarni ujuqtirmoq va ular bitgan barcha kufr kitoblarni ko'ydirmak sen uchun vojibdir, shahzoda. Mirza Abdullatif bosh egib ta'zim qildi. Hikmetlik nasihatingizni dilimda chin saqlayman, pirim. Har vaqt esimda turg'ay. Shayx Kehrava tasvini ko'tarib havoda planlatdi. Ya bu qara niyatlarni qatl qilib, Peygamberimiz ruhini shod qilursan, ya hidoyat yo'lidan taygan bol beparhiz itlar seni toj taxtdan judo qilib ojuqtirur. Ol Şeyhul Maşayih İşan Abeydullah Hoca Ahrar Hazretlerinin duası mı şul irur. Kalamım ayan mı şahzade? Ayan pürim. Şul bugün itibaren köңlündeki gam teğini ağdırıp bol gumanını heydigiysen balam. Çünkü Bütkül mavarı unnahırdaki ahli müminler Hak Taala'dan inayet tilep sana dua kılıdı kim? Müslümanlar duası inşallah icabet boğay. Keçeyi gündüz bul dergahta yetivermey paytaxtına aylangaysın. Evliyalar kabrisini tavap eylep mescidege kalem teşrif kılgaysın. Bunun keyin her cuma günü mescid-i camiye berip hutba okugaysın. Çünkü sendek Müslüman ömrünü görüp barcha müminler şad, dahriler ve kupparlı olsa adaletinden bir nesip olsun. İlahim takabbol. Şeyh Nizami'den hamuş dua kılıp yüzünü siletide egiz kilişken gövdesini asla tevretip iki tarafga mağdı. Şahzade uzutup koymakçı bolup edi. Şeyh hacetsiz degan ma'nida qo'lini ko'tardi. Shahzoda o'zini oltin taxtga tashlab ko'zini yumdi. O charchagan edi. Mirza lekin bu charchash boyiqi holsizlikdan boshqacha edi. Mirza Abdullatif vujudiga bir narsa rahat beg'ishlayotgandek bo'lib, xumalashgan ko'zlarini ochdi-da, hayron bo'lib qoldi. Uningga shayx kelishdan burun qo'rqinchli tuyulgan bu bizaklik öy güya quyosh nurida chaqnab ketgandek. Egiz qubusimon turistning havorang bo'yoqlari tamdiki nafs bizaklar, oltin suv yaltilgan nozik naqshlar, yerdagi kulrang gilamlar, uyga cho'rilab qo'yilgan oltin o'rindiqlar, qisqasi hamma narsa allaqandoq shoh julolanib, valildab turgandek ko'rindi. Darhaqiqat Şahzadenin bu küreşleri ana şu haşametlik binalar, toj taxt ve saltanat üçüngü. Barıcı biperhiz diyanetsizlerini ve kupparlıkka yüz tutkan barıcı ilim ehlini katli qırgın qilish üçüngü. Onun şefkatsizlik qilishi şeriatning taqozosi. O nimadan qo'rqatdi? Mirza Abdullatif altın şaqıldıqını elib şaqıldatdi ve ishki paydo bo'lgan saroybanga yuzlanib qat'iy buyruq qildi. Divan bekiga ayt, derhal farmon chiqarib Amir Sultan jandarga chaparman evassun. Bugunla Rasadxonga berib Ali Qushchi bilan uning shogirdlarini qamoqqa olsin.